Salom bolajonlar. Tasavvur qiling, siz do'stlaringiz bilan do'kondan suv olmoqchisiz. Oldingizda esa ikkita idishda suv tanlovi bor. Biri katta idishda, ikkinchisi kichikroq. Sizningcha qaysi idishda ko'proq suv bor? Buni bir qarashda aniqlab bo'ladimi? Yo'q. Buning uchun matematikadan foydalanamiz. Matematika bizga idishda qancha suyuqlik mavjudligini o'rgatadi. Bugun biz sig'im nima ekanligini o'rganamiz. Litr, millilitr bilan tanishamiz hamda tevarak atrofdagi qiziqarli masalalarni birgalikda yechamiz. Qani, boshladik. Bolajonlar, esingizdan oldingi darsda massani o'lchashni o'rgangan edik. Bugun esa butunlay boshqa narsani o'rganamiz. Bu sig'im o'lchovi. Sig'im degani idish ichida qancha suyuqlik sig'ishini bildiradi. Masalan, mana bu sut qutisiga qarang. Sizningcha uning ichida sut nimada o'lchanadi? Litrda o'lchanadi. Endi mana bu stakandagi sutga qarang. Undagi sutni ham litrda o'lchash mumkinmi? Yo'q, bu sut litrda o'lchanishi uchun ozlik qiladi. Bunday kam miqdordagi suyuqlikni millilitr bilan o'lchaymiz. Demak, katta idishdagi suyuqliklarni litr bilan, kichik idishdagi suyuqliklarni esa millilitr bilan o'lchaymiz. Keling, kichkina o'yin o'ynaymiz. Men bir nechta misollar aytaman, siz esa qaysi o'lchov birligida mos kelishini aytasiz. Litrmi yoki millilitrmi? Bir chelak suv, litrmi yoki millilitrmi? To'g'ri, litr. Bir qoshiq sirop. Millilitr. Bir stakan sharbat. Bu ham millilitr. Vanna ichidagi suv. Litr. Barakalla, siz litr bilan millilitrni juda yaxshi farqlay boshladingiz. Endi biz litr va millilitrni taniymiz. Lekin ular yordamida masalalarni yecha olamizmi? Keling, birinchi masalalarni birgalikda yechamiz. Mana bu o'lchov idishiga qarang. Bu idishning sig'imi 90 millilitr. Lekin uning ichida 60 millilitr sharbat bor. Savol: idish to'lishligi uchun yana necha millilitr sharbat kerak? Topdingizmi? Unda javobingizni tekshirib oling. Idish 90 millilitrlik, ichida esa 60 millilitr suyuqlik bor. To'lishligi uchun qancha yetmayotganini topish uchun 90 dan 60 ni ayiramiz. 90 ayrilgan 60 teng 30. Demak, yana 30 millilitr sharbat qo'yish kerak ekan. Topdingizmi? Endi boshqa masalalarni yechamiz. Rasmdagi har bir keyingi idishda oldingisiga qaraganda 10 millilitr ko'proq suv bor. Demak, birinchi idishdagi suvni topsak, qolganlarini ham topishligimiz mumkin. Masalan, birinchi idishda 20 millilitr suv bo'lsa, ikkinchi idishda necha millilitr suv bo'ladi? 30 millilitr. Keyingisichi 40 millilitr, undan keyingisichi 50 millilitr. Ana, shunday qilib har safar 10 millilitr qo'shib boramiz. Keyingisida 60 millilitr va yana undan keyingisida 70 millilitr suv bo'ladi. Savol: agar yana bitta idish qo'shilsa, unda necha millilitr suv bo'ladi? 80 millilitr. Endi qiziqarli masalaga o'tamiz. Mana bu bankachada 100 millilitr suyuqlik ketadi. Bizda esa 20 millilitrlik qoshiqcha bor. Savol: bankachani to'ldirishlik uchun shu qoshiqcha bilan necha marotaba suyuqlik quyish mumkin? Avval o'zingiz topishga harakat qiling. Keling, endi esa birgalikda hisoblaymiz. Birgalikda qoshiqchalab 20 millilitrdan qo'yib boramiz. Boshladik. 20, 40, 60, 80, 100. Sanab ko'rdingizmi? Necha qoshiqcha suyuqlik quydik? Bankaga jami 5 qoshiqcha suyuqlik quydik. Barakalla. Rasmlar asosidan masalalarni yechishni uddaladik. Endi esa chizmalar va sxemalar bizga masalani yechishga yanada yordam beradi. Ko'rasiz, ular yordamida masalalarni yechish yanada osonlashadi. Qani, boshladik. Bilimdonlar, endi siz haqiqiy matematikalar kabi ishlaysiz. Bu safar sizga tayyor masala berilmagan. Faqat bitta sxema berilgan.
Sizning vazifangiz esa shu sxemaga qarab masala tuzish va uni yechish. Qani, rasmga diqqat bilan qaraymiz. Sxemaga ko'ra yuqoridagi idishda 35 litr suv bor. Pastdagi idishda esa nima deb yozilgan? To'g'ri, 9 litr ko'p. Bu nimani anglatadi? Bu pastdagi idishda yuqoridagi idishga nisbatan 9 litr ko'proq suv bor degani. Unda sizningcha pastdagi idishda necha litr suv bor? Javobni hozir aytmang. Videoni to'xtatib, o'zingiz hisoblab ko'ring. Topdingizmi? Keling, tekshirib ko'ramiz. Pastdagi idishda qancha suv borligini topish uchun 35 ga 9 ni qo'shamiz. 35 qo'shilgan 9 teng 44 litr. Juda yaxshi. Endi sxemaga yana bir bor qarang. O'ng tomondagi qavs nimani bildiradi? U ikkala idishdagi jami suv miqdorini topish kerakligini bildiradi. Unda endi ikkala idishdagi suv miqdorini qo'shamiz. 35 qo'shilgan 44 litr necha bo'ladi? 79 litr. Demak, ikkala idishda jami 79 litr suv bor ekan. Barakallah. Siz nafaqat masala yechdingiz, balki sxemaga qarab masala tuzishni ham uddaladingiz. Lekin matematiklar yana bir muhim ishni bajarishadi. Ular sonlarni taqqoslay olishadi. Qaysi sig'im katta, qaysi biri kichik? Keling, endi buni ham birgalikda o'rganamiz. Endi ikkita sig'imni taqqoslaymiz. Birinchi misol. 36 litr va 63 litrdan qaysi biri katta? To'g'ri, 63 soni 36 dan katta. Demak, 36 litr 63 litrdan kichik. Biz kichik belgisini qo'yamiz. Endi ikkinchi misolga o'tamiz. 29 millilitr va 26 millilitr. Bu safar qaysi sig'im kattaroq, qaysi biri kichikroq? 29 katta, 26 kichik. Demak, 29 millilitr 26 millilitrdan katta. Ular orasida katta belgisini qo'yamiz. Endi savol tug'iladi. Nega bu misollarda hech qanday hisoblashni bajarish shart emas? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi esa hisoblash navbati keldi. Litrlar va millilitrlar bilan berilgan sonlarni qo'shamiz hamda ayirishni mashq qilamiz. Qani, davom etamiz. Litr va millilitrlarni qo'shish ham, ayirish ham xuddi oddiy sonlarni hisoblagandek bajariladi. Faqat bir narsasini unutmaslik kerak. Litrni litr bilan, millilitrni millilitr bilan qo'shamiz va ayiramiz. Keling, birinchi misolni yechamiz. 35 litrga 24 litrni qo'shing. Qo'shdingizmi? Dastlab 35 ga 24 ni qo'shamiz. Qo'shishni avvalgi darslarda o'rganganingiz asosida bajaring. ni hosil qilamiz. Demak, 35 litr qo'shilgan 24 litr teng 59 litr. Endi ayirishni ko'ramiz. Har doim esingizdan chiqmasin. Avval videoni to'xtatib, o'zingiz yechishga harakat qiling. Keling, tekshiramiz. 72 dan 18 ni ayiramiz. Ayirma 54 ga teng bo'ladi. Bundan 72 litr ayrilgan 18 litr teng 54 litr ekanligi kelib chiqadi. Juda yaxshi. Endi siz litr va millilitrlarni qo'shish hamda ayirishni ham bajara olasiz. Ajoyib. Siz sig'imni o'lchashni, rasmlar va sxemalar asosida masala yechishni hamda litr va millilitrlarni hisoblashni o'rgandingiz. Keling, endi shu bilimlarni kundalik hayotimizda uchraydigan masalalarni yechishga sinab ko'ramiz. Bilimdonlar, endi sizni haqiqiy boshqotirma kutmoqda. Rasmga diqqat bilan qarang. Birinchi idishda 37 litr benzin bor. Ikkinchi idishda esa 53 litr benzin bor. Sizningcha qaysi idishda benzin ko'proq? Albatta ikkinchi idishda. Lekin masalaning sharti juda qiziq. Har ikkala idishda ham benzin bir xil bo'lishligi kerak. Sizningcha buning uchun nima qilish kerak? Birinchi idishdan ikkinchi idishga qo'yamizmi yoki ikkinchi idishdan birinchi idishga qo'yamizmi? To'g'ri, ikkinchi idishda benzin ko'proq bo'lganligi uchun undan birinchi idishga qo'yamiz.
Lekin necha litr quyish kerak? Keling, shoshilmaymiz. Avval ikkala idishda jami benzinni topamiz. 37 litrga 53 litrni qo'shamiz. 37 qo'shilgan 53 teng 90 litr. Endi o'ylab ko'ring. Agar ikkala idishda benzin teng bo'lsa, 90 litr qanday taqsimlanadi? Videoni to'xtatib, javobni topishga harakat qiling. Topdingizmi? 90 ni 2 ga bo'lamiz. 90 bo'lingan 2 teng 45 litr. Demak, oxirida har ikkala idishda ham 45 litr benzin bo'lishligi kerak. Endi birinchi idishga qarang. Unda hozir 37 litr bor. 45 litr bo'lishligi uchun yana necha litr kerak? To'g'ri. 45 dan 37 ni ayiramiz. 45 ayrilgan 37 teng 8 litr. Demak, ikkinchi idishdan birinchi idishga 8 litr benzin qo'yish kerak. Keling, tekshirib ko'ramiz. Birinchi idishda 37 qo'shilgan 8 teng 45 litr. Ikkinchi idishda 53 ayrilgan 8 teng 45 litr. Ajoyib. Endi ikkala idishdagi benzinni miqdori teng bo'ldi. Barakallah. Hayotda suv, sharbat, sut, yog', hatto dori-darmonlarning ham sig'imi o'lchanadi. Shuning uchun litr va millilitrni bilish har birimiz uchun juda foydali bo'ladi. Endi sizga kichik bir topshiriq beraman. Uyingizdagi kamida 5 ta idishni toping. Masalan, stakan, choynak, suv idishi, sharbat qutisi yoki chelak. O'ylab ko'ring, qaysi birlarining sig'imi litr bilan, qaysi birlarining esa millilitr bilan o'lchanadi. Javobingizni ota-onangiz bilan birga tekshirib oling. Agar bugungi dars sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki keyingi darslarda yana birga uchrashishga imkoniyat bo'ladi. Bolajonlar, keyingi videolarda yana yangi matematik sarguzashtlar kutmoqda. Ko'rishguncha xayr bilan birlar.